inson qanday kasb qilishligi haqida suhbat qilyapmiz. Endi bir inson, bir musulmon kishi halol kasb qilishligi uchun, halol topib kelishligi uchun unga ko'mak bo'ladigan inson bor yoki haromni qilishligiga ko'mak bo'ladigan inson bor. Kim u? Ayoli. Olani olib kelasan, molani olib kelasan deb turib, spiskani berib taqalaversa, bu usta majbur bo'ladi bir harom ish qilib qo'yishlikka. Yoki aksincha, "Ey, falonchining bolasi, Allohdan qo'rqing bizni haqqimizda. Biz issiq sovuqqa sabr qilamiz. Faqat halol narsa olib keling bizga. Qiyomatda biz azobga chidolmaymiz. Biz sabr qilib turamiz, bir kun ikki kun yo'q bo'lsa bir narsa" deydigan bo'lsa, haligi musulmon hunarmand musulmon usta nima qiladi? Xijolatini kelaveradi uyga topolmasa. Chunki agar boyaga aytayotgandek taqalaveradigan xotin bo'ladigan bo'lsa, shuni uni o'ssin deb turib, haromga qo'l urib nima qiladi? Olib keladi o'sha aytganini. Endi o'rni kelib qo'yganda aytib qo'yay buni ham. Tinimsiz ravishda tanishaman degan xatlarni o'qib qolasizlar televizorda. Nima shu? Nimaga tanishadi? Nima ota-onasi yo'qmi uni tanishtirib uylab qo'yadigan? Nima qilmoqchi u? Ana shu tanishaman deyotgan, nomerini jo'natayotgan o'g'il boladir, qiz boladir ota-onalari bilarmikin? Mana shu narsani efirga berib turib, shuni orqasidan pul yeyotganlarning puli qanaqa bo'ladi? Aytdik, aroq ichishlikka, qimor o'ynashlikka sabab bo'ladigan joyda ishlamoq, puli halol emas deyapti. Endi buni kichik. Biz musulmonmiz. U boshqa o'lkadagi g'ayridinlar nima qilsa, u bizni bizga tushaverish kerak emas u narsa. Nimani bo'lsa olib kelib o'zimizga tushirib olmasligimiz kerak. Bizning farqimiz bor. O'sha tanishish orqasidan qancha oilalar buzilib ketayotganligini biz eshityapmiz imomlar. Gaplashib turgan ushayapti, hatto SMS kelgan ekan, eri o'qib qopti va hokazo. Bu telefondan bir balo bo'ldi. Yaxshilik ishlasangiz yaxshi narsa ekan, yomonlik ishlasangiz yomon narsa ekan. Endi agar shu ishga aloqasi bor odamlar bo'lsa, shundan xabardor bo'lib qolinglar. Demak, musulmonni bir hunar qilishlikda, bir kasb qilishlikda ixtiyor, hunar tanlashini gaplashdik. Demak, shariat ruxsat bermagan ishni qilmaslik kerak.